Yangi hayotdan so'raganlar bormi? O'rtoqlar, yangi hayotga kelganmiz. 9-kvartal. 16 qavatli Novostroyka binomizni 15-qavati. 2 xona deyarli 70 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon kirib yashashlik uchun tayyor. Ko'ryapsizlar, o'zini shunaqangi gavjin hovlisi, zeleniy zonalari, bolalar o'ynash maydonchasi, mini polyalari, maktab, bog'cha, barcha qulayliklarga ega. Video o'tkazib olmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, uyga kirganlaringda qaranglar, hovli, koridori kattaligini bemalol chap tomonga yoki o'ng tomonda o'zingizga qulay qilib shkoflarini, prixoshkalarni qilsanglar bo'ladi. Koridor bo'ylab har bir xonaga отдельно kirishinglar mumkin. Ko'ryapsizlar, kattaligini. Birma-bir xonalarni ko'rsatamiz. Chap qo'lda umumiy sanuzeli ko'rishingiz uchun hojatxona, hammomi, yonginasida oshxonasi. Ko'ryapsizlar. Xolodilnik dvkontrli qo'yib qo'yilgan, har bir xonaga deyarli radiatorlar o'rnatib qo'yishgan. Buning yonida esa spalni. Kattalar uchun. Tashqariga qaragan, yo'l yuziga qaragan o'zini balkoni ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Oyoqlari to'liq parket qilingan. Uyimiz kosmetika holatda ko'rib turganlaringdek. Bu esa zal. Mehmonjonlarimiz uchun. Ko'ryapsizlar. O'rtoqlar, Yangi hayot tumanida shunaqangi remont holatlari, yaxshi holatdagi uylarimiz qancha bo'lyapti? Biz bu uyimizni 57500 yana kelishiladigan joyi bor deb belgiladik. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqib, bog'lanib savdolashsalaring bo'ladi.